Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Obat turg'iz bor? Ya bilda girish ushlab qoldimi? Yo'q, men kelayotgan eshitib yuragim tovonimga tushib qoldi. Men choy damlay. Nima desa aytganlik bo'lmasa nasib buziladi. Uyga ammam keldi, endi peshsha ichganim seziladi. Opa, yaxshi keldingizmi? Dadangiz ammangizdan muncha qo'rqadi. Qo'rqmaydi, hurmat qiladi. Chunki dadam bunday paytda ammam ko'tarib katta qilganda, qarab tur hozir bitmaydigan ishlar hal bo'lib ketadi. Ammajonim, ammama, sizda katinamda keladi. Nima gap, jiyanjonim? Mana ayam xotinimda 6 oydan beri uyga jo'natmayapti. Kelinlar 1 yilda bir uyga bor ekan-da. Ha, kelin poshsha, qaydan chiqqan zakon bu? Hop. Ketavering kelin. Yurakni endi joyiga soldim, yana tovonimga tushib qoldi. Voy, ammajonim, muncha yaxshisiz, yuragimda naqshsiz. Voy. Nima meni jimpircham kiyib oldingiz kelin? Necha kun bo'ldi bu jimpir sizniki bo'lib qolganiga? Meni qizlik payti kiygan jimpirim-ku. Voy, men ham shuni aytayotgandim-da, kiymang. Bu opamniki-ku. Oyoq kiyimlaringizni tozalab qo'ying. Yaxshi, mantini boshlang. Mariya yo'q. Ammajonim, ammam Mariya. Ammajonim mehribonlik jaltiraydi, ko'zi kelinlarni qaltiratadi. Xit enasini o'zi. Kelin, hadi ukamga sakravermang. Siz ermas, ukam sizga er bo'ladi. Voy, qaynopam telefon qilyapti. Qara 3 ga saymi ammam yo'q bo'la. 1 2 3. Xo'p bo'ladi. Yo'q qoldi. Qayerdilar? Nima bo'ldi? Nima bo'ladi? Ammamdan qaynopasi ketdi. Voy baraka topsin opam, yuragim og'riyapti deganimga turshak tashlab ketibdi. Umrlari uzoq bo'lsin. Belim og'riyapti desam, dumba tashlab ketibdilar. Ammajonim, ammama, Mehrdaryo farishtam, boshingiz bo'lsin omon. Ammani yomon deydiganlar 100% o'zi yomon. O'lg'mayjinglar. Bir chilab chetga olib qo'yursan, qolganini keyinchisi. Nima deyapsiz, dada? Biz ham eshitdik. Ya, hech narsa deganim yo'q, qizim. Mana ukang kamroq tarvuzga o'xshamlar, sen chiqasan deyapman. Kimi? Ana 4 ta qizdan keyin o'g'il ko'rgan Olibboy siz bo'lasizmi? Ha, nima gap? Meni ham 4 ta qizim bor edi. Shu eski burugingizdan bittagina berasman deb keluvdim. Ha, buruglarda hammasi arendaga chiqib ketgan. Hazillashdim. Harim-ku, meni burugimni kiysangiz o'g'ilmas, uzog'i gribga orttirishingiz mumkin. Xudodan so'rang. Mana shu 500 dollarni olib qo'ying aka. Mana 2 martagina kiyganman, chesta qilib aka. Rahmat akajon. Dada, bu prosta rimkul. Lo'qmang. Ayni nima deysan, odamlar sodda-da bola. Mana 100 dollar senda o'ting. Ukajon, o'g'ling tug'ilgan kuniga meniga olib keldim. Men yaponskiy termiz olib keldim. Aha, biz o'g'limizdan oldin 4 ta qizimiz ham bor edi. Bular tug'ilgan kuniga bedib shuvshib keladilaringizga. Shohsuqdan bola muzdek suv ichmang, tanangiz o'rib qoladi. Na bolam endi. Shohsuqdan avur ko'tarma bolam, bu kichkina o'qib qoladi. Dada, bitta sizda o'g'il bor ekanda. Uncha o'g'lingizni bilmaysiz. Voy, aslida aslida bundan ko'ra sizlar 11 oy ko'proq yaxshi ko'raman. Endi prosta 4 ta qizni chiqarishni o'zi bo'laman. Erta sal kattasi yarim ras xotni bo'yniga elaveraman-da. Sen nima qilyapsan? Ku nafasim qaytib ketdi. O'zingizda aytyapsizmi deysiz? Men shohsuqdan ko'z ochilib qolibdimi deb o'ylabman.